paxsalar tekizdagi. Mana loyli ko'riladi. Javnaqa loy olib loy emas, quruq emas. Mana tekizdagi nimsonda ko'rsanglar bo'ladi. Tangillab turadi paxsalar. Shu turishiga shu go'zal paxsalar. Hamma tomoni xohlasa tekis qilib urilish harakati turiladi. Unaqa hali qing'ir qilib urilmasdan. O'zini uryapmiz. Mana tekizligi bu tomondagi ham yonboshi yana suv manaqa turadi. Asta suvni 12 soat atrofida suvni bitta tashab qo'yib, mana shunaqa loy olib sani atrofida kessalar yeyish uchun suvga bo'rtirib qo'yamiz. Kami 12 soat, 8 soat atrofida minimum eng ko'p 12 soat atrofida, masalan kamida 8 soat tashlaymiz. Paxsalar mana yo'q go'zal tarzda tekizliklarni paxsani xohlasa hamma yoq bu tomonda ham zo'r tekizlik. Hamma tomondan go'zal.